Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Yo'qotilgan sog'liqni izlab rukni asosida ishlayotgan serial roliklarimizni davomi. Bugungi mavzuyimiz ham aynan tabobatga bag'ishlanadi. Bugungi mavzuyimizda ko'proq mizojlarni o'rganamiz. Aynan mizojlar ilmi juda ham muhim tabobatda. Biz oldingi roliklarimizda mana unsurlar haqida gapirdik, xiltlar haqida gapirdik. Endi unsurlar o'zgarmas. Ya'ni asosan 4 ta jism qatnashadi. Bu jismlar mana olov, havo, suv hamda tuproq. Biz tabiatdan olgan xom ashyoni iste'mol qilishimiz, ya'ni oziq-ovqatni iste'mol qilishimiz natijasida tanamizda hazmlanishi bizdagi mizojni o'zgartiradi. Ya'ni tanamizda fe'li hamda holatini o'zgartiruvchi aynan mizojlar hisoblanadi. Mizoj o'zi nima? Mizoj bu inson tanasining tug'ma harorati va namligi. Oddiy qilib aytganda, kimdir issiq bo'ladi, kimdir sovuqqon bo'ladi, kimdir quruq bo'ladi, kimdir nam tanali bo'ladi. Bu tushunchalar qadim tabobatda, ayniqsa Abu Ali ibn Sina bobokalonimizni asarlarida, ya'ni ta'limotida juda muhim o'rin tutgan. Oddiy sodda mizoj 4 ta sifatli va 2 ta asosda quriladi. 4 ta sodda mizojimiz bu issiq, sovuq, quruq, nam. Endi 2 ta asos: issiq, sovuq, quruq, nam. Shu 2 ta asos birlashib mizojni hosil qiladi. Sodda mizojlar faqat bitta sifat ustun bo'lgani uchun bular insonlarda uchramaydi. Ammo umumiy tabobatni nazariy fundamental negizi sifatida hamisha qatnashadi. Ko'pincha mana xalq orasida o'zimiz bilib bilmay ham bu narsani ishlatamiz. Misol, mani issiqligim oshib ketdi deymiz. Issig'im oshib ketdi deymiz. Yoki sovuqligim oshib ketdi deymiz. Yoki quridim deymiz. Ko'p chanqiysan, misol tering qurib bo'ladi, men qurib ketdim deysiz. Yoki men tanam juda ham namli deysiz. Misol, mana terlisiz, tana yumshoq bo'ladi. Endi keling, aynan mana shu sodda bir sifatli mizojlarga ta'rif berib ketamiz. Ya'ni issiq mizojli insonlar. Tanasi tez qiziydi. Tez terlaydigan, tez jahli chiqadigan insonlar, bular issiq mizojli insonlar bo'ladi. Bular uchun ovqatni haddan tashqari issiq yeyish zararli bo'ladi. Endi sovuq mizojli insonlar bor. Sovuqqa chidamsiz, qo'l va oyoq tez sovqotadi, ya'ni tez muzlaydi. Sekin harakat qiluvchi bo'ladi. Sovuq va sovutuvchi ovqatlar umuman to'g'ri kelmaydi. Quruq mizojli insonlarning terisi quruq, ozg'in hamda qabziyatga moyil bo'ladi. Namlovchi ovqat kerak bo'ladi. Ya'ni suyuq ovqatlar, suyuq issiq ovqatlar juda foydali. Nam mizojli insonlar tanasi yumshoq bo'ladi. Hamisha nam bo'ladi tanasi. Terlab turadi. Mana ko'pchilik bilan so'rasangiz, qo'llari terlab turadi. Bular nam mizojli insonlar hisoblanadi. Semirishga moyil bo'ladi. Balg'am ko'p bo'ladi. Quruq va issiq ovqatlar bular uchun juda ham foydali. Endi murakkab mizojlar bor. Ibn Sina bobomiz 2 yoki undan oshiq sifat qatnashgan, birlashgan mizojlar murakkab mizojlar deyiladi. Insonlarda 2 ta sifat qatnashadi.
yoki bo'lmasam 3 ta yoki 14 ta juda ham murakkab mizojlar uchraydi. Endi hayotda uchraydigan, mana ko'p uchratadigan 4 ta asosiy murakkab mizojimiz bor. Bulardan birinchisi damaviy mizojimiz. Unsurlarda havoni mizoji, xiltlarda qon xiltli insonlar, ya'ni mizoji issiq nam. Qonli, quvvatli insonlar bo'ladi. Belgilari yuzlari qizil bo'ladi, tanasi issiq bo'ladi, quvnoq, gapdan bo'ladi. Deyarli lider bo'ladi ular. Kuchli va bardoshli bo'ladi. Ammo bularni ham bularda ko'p uchraydigan kamchilik, kasallik mavjud, ya'ni qon bosimiga moyil bo'ladi bular. Jahldor bo'ladi. Aynan mana shu mizojli insonlardan donorlar ko'p bo'ladi. Bular vaqti bilan qon oldirib turishi bular uchun juda ham foydali. Endi tabiiy maslahat, yog'li va juda issiq ovqatlarni kamaytirishi lozim. Sovuq turgani ham aynan mana shu tana haroratida bo'lishi kerak bo'ladi. Endi safraviy mizoj. Unsurlarda o't, olov, xiltlarda safra. Mizoji issiq quruq. Tez yonadigan, harakatchi insonlar. Belgilari ozg'in. Ozg'in bo'lib juda ham ozg'in emas, mushakdor ozg'in insonlar. Deyarli tanasida yog' yo'q. Terisi quruq bo'ladi. Tez asabiylashadi. Bu insonlarda metabolizm kuchli bo'ladi. Ser harakat bo'ladi. Bir joyda tura olmaydi bu insonlar. Ammo bularda uchraydigan kamchilik ko'pincha mana jigar muammo hamda o't pufagida hamisha muammo bor bo'ladi. Endi tabiiy ovqatlanishga maslahat, achchiq va qovurilgan ovqatlarni kamaytirish, imkon darajasi ehtiyot bo'lish kerak. Endi balg'amiy unsurlarda suv, xiltlarda balg'am, mizoji sovuq nam. Bular sovuqqon, vazmin, yetti o'lchab bir kesadigan insonlar bo'ladi. Belgilari to'lishgan, semizlikka moyil bo'ladi, sekin harakat qiladi, uyquni juda ham yaxshi ko'radi. Ammo bularda ko'p uchraydigan kasallik shamollash va balg'am ko'payishi bo'ladi. Bular juda ham ko'p shamollash bilan og'riydi. Sababi immunitet past bo'ladi. Endi tabiiy ovqatlanishga maslahat, sovutuvchi hamda sovuq ovqat yemasliklari kerak. Endi savdoviy mizoj. Unsurlarda tuproq, xiltlarda savdo, mizoji sovuq quruq. Bular chuqur o'ylaydigan insonlar. Bular mijg'ov, hali nima deydi uni? Bitta narsani ushlab olsak, o'shani juda ham ko'p gapiradigan insonlar aynan mana shu savdo mizoj. Belgilari ozg'in, suyaklari bo'rtib yotadi bular. Rang oqarib turadi. Kam gap, jiddiy bo'ladi. Bularda ko'p uchraydigan kasallik qabziyat. Ich ko'p qatadi bo'ladi hamda bezovta bo'ladi. Qo'rqinchli tushlar ko'radi. Tabiiy ovqatlanishga maslahat, iliq va namlovchi ovqatlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Ya'ni suyuq ovqatlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Like bosishni unutmang. Obuna bo'lishni ham unutmang. Izohlarda mana Telegram kanallarimizni berib qo'yganmiz. Albatta kuzating. Oldingi roliklarimizni ham ilovalarni aynan izohlarda berib qo'yganmiz. Qanday savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring, albatta javob beramiz. Va keyingi roliklarimizda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.